Hurmatli qishloq xo'jalik xodimlari, fermerlar va shu qishloq xo'jalikda ishlaydigan barcha aka-ukalar, mana SN Investdan 1104 traktor xarid etamiz. 2 oy ham bo'lmadi hali, 400 soat ham ishlamadi. Ana ahvoli, ana karteri tushirdilar, karterdan deb, mana karterdan ham bo'lmadi. Mana ikkita bolt bilan ildirib qo'ydilar. Polni karterlar shu o'zimizning bozorda sotiladigan germetika. Balki ochilgandir, balki Xitoydan shunday kelgandir, lekin aniq bilaman, ochilgan. O'zlari Xitoydan aynan 1104 shunaqa kelgan. Bozorning 10 ming so'mlik germetikasi surtilan kelgan. Yangi naqd pulimizni xarid etamiz. Ana mexaniki shu yerda, mana mexanikining o'zi ochdi traktori. Endi karterdan ham bo'lmadi, maslan aylanmay o'tibdi, endi motor ochamiz deyapti. 1,5 oy bo'ldi bu traktorning olinadiga. SN Invest degan kompaniyadan umuman bor-ku, oddiy bitta veligam sotib olmaslik kerak ekan. Hammasi mashinik, chisti mashinik. Kunda traktor reklam etib chiqadilar, odamlar ahmoq etib olib ketayotgan odamlarning ham hammasi ana shunday bo'ladi. Yaqinda hammasi shunday bo'ladi. Bularning kompaniyasi bir tina qimmat. Men so'zim isbotlayman, isboti bilan. Olan traktorma 2 oy yurmasam, uning butun karterini, erta motorini, indin korobkasini ochsam, men naqd pul sotib olaman. 395 million so'm naqdda sotib olaman. Bitta 3 ta 5 nimasini ham sotib oldim. Press podborchigini Turetskiy 3 ta 5. Olib kelamdan keyin 1 kun ishlagan yo'q. 1 kun ishlagani yo'q traktor. Press apparati 1 kun to'g'ri ishlagani yo'q. 220 million so'm sotib olaman. Sotancha kim nimalar dedilar. Lekin birontasi ishlamagan joyini kelib to'g'rilab bermaydi. Endi motorni ochaman dedi. Taxlab berish bizning bo'ynimizda dedi. Servisini etib beramiz dedi. Men bu yangi traktorning motorini ochtirib servis etib beraman, nima keragi bu?